O'tgan yil ham ishladik. Bundan 2 marta ishlash kerak, dahshat bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli Aziya Agro kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 15-may kuni Pastdarg'om tumanidan Nigina ferma xo'jaligidan kelgan fermer akamizga Xitoy davlatidan keltirilgan chigitlarimizga yoppasiga o'ldiradigan glifosat virus dorilarimizdan lekin shira tripslariga qarshi Vestor dorilarimizdan oziqalarimizda 12 xil vitaminga boy Star Extra dorilarimizdan berdik. Bu akamiz bu glifosat dorisini bir hafta 5 kun oldin olib ketib sinab ko'rib, endi o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin olib ketyapti. Aka o'zingiz bir fikr bildirib yuboring. 2 yildan beri ishlaymiz. Dori zo'r. Nima o'tiradi? Qancha ishlatyapsiz? O'tgan hali ishlatib ko'rdingizmi? O'tgan yilda bundan 6 kilodan qo'shuvdik. 7 kilo qilamiz deyapti hosil. Paxtangizni o'tiga yaxshi ta'sir qilganmi aka? Ha, zo'r edi. Shunday ham 6 kilo ham 7 kilo oshgan. Fermer akalarga tavsiya qilasizmi? Barcha paxtakor fermerlarimizni Aziya Agro do'konida kutib qolamiz. Ha. Oziqa haqida fikringiz qanday? O'tgan yil ham ishladik. Bundan 2 marta ishlash kerak, dahshat bo'ladi. Aka rahmat, dehqonchiligingizga baraka bersin. Baraka bersin. 20 martadan keladi. Xolos.